Ana radiatorga tepib oldi. Eshikni ichkariga ochyapmiz. Temir sababli. Svarchi akalarimizga savol, mana bu lestnitsa to'g'ri qilinganmi, yo'qmi? Yoki qanaqadir varianti bormidi boshqacha qilishli yoki faqat shu yo'li bormidi, shuni aytib ketinglar. Biz mana bu yerdagi hojatxona chiroyli qilib remontini qilib berganmiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar. Ichidan kirganda rakvina suvga chiqyapti. Undan keyin unitaz joylab berdik, gigiyenik dush. Bu tomonimiz bambuk panel, bu tomonimiz kafe bo'lgan, patolog, natijli patolog bo'lgan. Undan keyin dushovoy zonamiz, eshikni ichkariga ochyapmiz. Temir sababli. Kirganda 10 tomonga rakvina joylab berdik, ko'rib turibsizlar do'stlar. Mana. Ana. Radiatorga tepib oldi. Endi buni iloji yo'q deydi. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Chiroqlari bor. Fotograf bor istadigan. Mana uzungina romcha qo'yilgan. Nima deysizlar, sizlar deraza deysizlarmi, rom deysizlarmi sizlar? Mana bu yerga kir mashinani o'rni bor. Hali o'zi qo'yilmadi endi. Endi qo'yiladi. Bu tomonda isitgichimiz, ko'rib turibsizlar. Uzungina ploskiy bo'lib turibdi. Mana bu yerga yuvinish xonachasi kichkinagina koloniya перегородка qilingan. Suv bu tomonlarga sochilmasligi uchun. Ko'rib turibsizlar do'stlar. Polimiz ham kafel, devorimiz ham kafel bo'lgan bu yerda. Qolgan tomonlar bambuk panel bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Patologimiz natijali bo'lgan. Smesitel mana bu yerga folka ham qilib berganmiz. Mana dushovoy перегородкаga albatta oynadan bo'lgani yaxshi. Zamonaviy, chiroyli varianti bo'ladi. Suv chiqib ketmasligi ham juda zo'r buni. Va yana e'tibor beringlar. Devorlarimiz yarki rangda, smesitellarimiz bronza rangda bo'lgan. Ulovlarimiz, epoksidniy zatirkalarimiz, koloniya перегородкамizda mexanizmlari smesitel bronza rang. Hattoki mana bu safislarimiz ham shunaqa bronza mana cheklari ko'rib turibsizlar. Xullas, shu ishimizga baho berib ketinglar. Bambuk panel va kafel kombinatsiyasi bo'ldi bu yerda. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar. O'z fikrlaringizni izohlarda qoldirib ketinglar. Sizlar bilan men Sirojbek. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.